Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 2 olmishga 1,5 molda prinsipi. Oldimdan qo'shib qo'yilgan 3 metrlik prinsipimiz tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 1.600 lik zamonaga oldlari tragichlar, oldi shviller, ramalari shviller, risor, gazon risor. Bu risorimiz haqida ko'p gapirganmiz. Demak, bu Damas risoridan baquvvat. Tilishgan risoriga nisbatan miyaqki. Tilishgan risor taqillab urib yuriydi. Mashinani ham siltaydi. Bu risorimiz hech qanday mashina siltamaydi. Miyaqgina, hech qanday ovoz chiqmaydi. Mashinadan ovoz chiqishi mumkin, bundan umuman bu aravadan ovoz chiqmaydi. Arabamizga qilingan ishlar yonlari qalinlik bo'lgan, ko'rib turibsizlar. Mol ortsa ham, nima ortsa, lubinasi ortsa ham pachaq tashamaydi. Asinkovkani pachaq qilishi mumkin, buni pachaq qila olmaydi. Xo'p, taglari qalinlik. Bu ham eng baquvvatdan. Orqalari qalinlik bo'lgan, hamda oyoqlar chiqish uchun mana holatga qilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bitta ochib ko'rsataman. Mana. Demak, molimiz bemalol ikkita zinachadan chiqib boraveradi tepaga qarab. Ko'rsangiz, yonlari qaytarilgan, 20 sm qaytgan. Xo'p, ikki tomonga qarab ketib qolmaydi. Bu yoqqa nariga qarab ketib qolmaydi arava. Masalan, yillar o'tib ochib ketib qolishi mumkin, hamda chiqib kelaveradi. Amazasasi zo'r. Mashina siltamaydi, eng muhimi. Baquvvat profillardan yasalgan. Kimga mana shunday xo'p aravalar kerak bo'lsa, bemalol mana telefon nomeriga telefon qilaverasiz. 88 044 71 71. Ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri. Ravon servisi ro'parasida mana Forsaj servis bor. Bilasizlar? Moshin bozorida yo'lida bu. Moshin bozor mana. Yonimizda moshin bozor bor. Sifatiga 100% javob. Aravamizni sifatiga 100% javob. Svarkalariga, boshqasiga biz garantiya beramiz. Agar qo'ygan narsani bir-ikki chiqsa, bepul benzin o'zimiz almashtirib, taxlab qo'yib beramiz. Keyin svarkalarni bitta e'tibor berasizlar. Svarkamiz xo'p qo'lishida qilinmagan. 4 tomoni ham profil bo'lgan. Pasti. Tepa tomoni ham 4 tomon bo'lgan. Ko'rishadi. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berasizlar, arava olguncha. Aravani ko'pchilik pastki qismini profillarini mana ko'rinmaydi, listayga qolib ketadi deb turib, 4 tomonni qilmaydi. 4 tomonni qilmagandan keyin mana bu profillarning ichiga polni qishga suv yig'adi. Suv yig'adi, mana shu profilning ichiga ham kamiga bir 4 litr suv ketadi. 4 litr profil. Ammo katta profillarning ichiga 10 litr desam ham 7-8 litr bemalol suv ketadi. Bu suv to'lib to qishdan chiqqungacha buni chiritadi. Quyosh normal qizdirib buni buq qilib chiqarib yormaguncha normal chiritadi buni ichini. O'sha aravalarimiz 1 yil, 2 yil, 3 yilga bormaydi. Shuning uchun arava olayotganda narxiga emas, sifatiga talashinglar, og'alar. Xo'p, mana shu aravamiz. Kimga mana shunday aravalar kerak bo'lsa, mana zo'rdan olib qo'yay bitta. Aravalar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Yasab beraveramiz. Telefonda zakaz bersangizlar ham Qashqadaryo, Surxondaryo hamma joyga yasab beraveramiz. Qizig'i yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.